Top universitetlarga kirish haqidagi 5 ta eng katta xato bor. Ko'pchilik shular sababli rad javobini olishadi. Birinchisi, umumiy shablon esseylar. Hamma yozadigan gaplar sun'iy yoki shoshma-shosharlik bilan yozilgan matnlar. Bu arizani oddiy qilib qo'yadi. Ikkinchisi, hamma universitetga bir xil ariza yuborish. Har bir universitetning o'zining talabi va qadriyatiga moslab yozilmasa, unga nisbatan qiziqish yo'q degan signal ketadi. Uchinchisi, ekstrakurikulyarlar juda ko'p, lekin ularning hech bir aniq yo'nalishda emas. Top universitetlar uzun ro'yxatdan ko'ra 2-3 ta yo'nalishda aniq va yetakchilikni ko'rishni xohlaydi. To'rtinchisi, tavsiyanoma va deadlinelarni kechiktirish. Kuchli tavsiyanoma uchun o'qituvchiga vaqt, kontekst va yo'l yo'riq kerak. Oxirgi haftada so'rash ko'pincha salbiy natija beradi. Beshinchi va eng asosiysi, faqat reytingga qarab universitetni tanlash, lekin moliyani hisobga olmaslik. O'qish narxi faqat tuitiondan iborat emas, bundan tashqari yashash, viza hamda sug'urta ham bor. Shunday ekan, aniq strategiya va hammasini oldindan reja bilan boshlash ko'pincha muvaffaqiyatga eltadi. Top universitetlarga kirishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.